Navbatdagi bemorimizdan 42 yoshdalar kelgandagi shikoyat ikkala quloqda eshik pasayishiga. Tekshirib ko'rganimizda parda butunligi aniqlandi va o'rta quloqda suyakchani harakatsizligi aniqlandi. Ya'ni otoskleroz tashxisi qo'yildi. Suyakchani harakatsizligi aniqlansa, o'rniga yangi suyakcha protez qo'yamiz. Ya'ni stapedoplastika deyiladi. Stapedius, ya'ni uzangi suyagini o'rniga sun'iy suyakcha qo'yamiz va harakatga keltirib eshikni tiklaymiz. Qani keting, bismillah. Mana bu sangdoncha, tagidagi uzangi stapedius. Endi bu ko'proq lor varsaga tegishli videomiz. Mana harakati yo'q. Tepada harakati bor, buni harakati yo'q. Qotib yotibdi bu. Buni o'rniga protez qo'yamiz. Mana aziz obunachilar, operatsiyamizni yakunladik. Alhamdulillah juda ham chiroyli, zo'r bo'ldi. Ko'rdinglar, shuni ko'tardik, qotib suyakchani o'rniga sun'iy suyakcha protez qo'ydik va harakatga keltirdik. Inshaalloh bemorimizga eshish yaxshi bo'ladi. Kuningiz xayr bo'lsin, salomat bo'ling.